Homila suvlari vaqtidan oldin ketishini oldini olish uchun nima qilish kerak? Homila suvlari asosan qindagi yallig'lanishlar hamda bachadon bo'yinidagi yallig'lanishlar, bakteriyalar homila qog'onoq pardasini yemiradi. Shuni hisobidan vaqtidan oldin ko'p hollarda suv ketadi. Buni oldini olish uchun albatta homiladorlik davrida ham, homiladorlikgacha bo'lgan muddatda ham qind yallig'lanishlarni davolash kerak. Homiladorlikda qonli ajralmalarga nima tavsiya berasiz? Har qanday qonli ajralmalar kuzatilganda, xohlagan homiladorlik muddatida zudlik bilan shifokorga murojaat qilishlarini tavsiya qilaman. Sog'lom homiladorlik uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Erkak ham ayol homiladorlikka oldindan, kamida 3 oy oldindan homiladorlikka tayyorlanish kerak. Homiladorlikda qon quyilishini tabiiy usullarda nima qilish kerak? Eng tabiiy usuli homiladorlikda bu suv balansini to'g'ri ushlash. Suv miqdorini kilogrammga qarab, shifokor tavsiyasiga ko'ra 2 yoki 3 litrgacha miqdorda qabul qilib yurish kerak. Bu qonni tabiiy suyultiradi.